Bu ustakalarimizga yerda o'zini shunda ko'rsatsalar, qadrdonlar, sizlarga esa mana shunaqangi yashaydigan uyni chiroyli qilishib bitirib berishadi ekan. Ko'rib turibsizlar, Farg'onani bo'ydalik ustakalarimiz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga uzunligi 25 metr, eniga 15 metr 8 xona uyni patkuli chiqib topshirishibdi. Ya'ni betonni quyishib, bu yo'q o'sha ichkaridagi aboyi, santexnik, elektr xizmatini hamma yo'qni qilib berishibdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni noldan uyni bitirib berish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqib olsa, ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, juda ham yashasa bo'ladigan xonadonni bitirib berishdi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, tashqarida beton quyilgan, g'ish urilgan, tomi yopilgan, piltalar tashlangan, ichkarida esa to'pli pol, radiator, bu yo'q o'sha aboy-poboy hammasini bitirib berishdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bitta like bosamiz, havas qilganlar bitta like bosamiz, albatta pastda nomerlari bo'ladi. Bizning kanaldan chiqqanlarga chiroyli qilishib bitirib berishar ekan. Mana shu eshiklarimiz, mana ko'rib turibsizlar, akalarimiz o'zlari olib kelib ustanovka qilib bergan. Shu ko'rinishi qancha edi ustaka eshigimizda? 3,5 million so'm. Materiallarga keladigan bo'lsak, eng sifati zo'ridan, yaxshisidan ishlatilgan xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha, yana misol sanuzellardan ham chiroyli qilib dushanoy kabina, rakovina, sistemalar hamma yoqda o'rnatib berishdi. Qadrlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olsa, uy quraman deb turgan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Ustakalarimizda interyer dizayner, arxitektor dizayner hamma yo'g'i o'zlaridan bo'ladi. Albatta sizlar oxirida tars qilib pulni sanab bersalaring bo'ldi. Ushbu xonadonimiz, ya'ni 15 metrga 25 metr, bor yo'g'i 4,5 oyda mana bitirib berishyapti ekan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.